Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 31-iyul uzun juma bozorida. Assalomu alaykum. Aka video olsam bo'ladimi? Qo'zlarni qanday bo'lyapti narxlari? Qanchadan bo'lyapti bular? Qanchadan baho qo'ydingiz? 4,5. Sotuv bo'lyaptimi? 4,5 nega tomon baho qo'yilgan? Yosh qo'zilar. Qayerda qo'yay ekan aka? Boysunni. Davomi bormi? Davomi bormi? Davomi ilib turib. Bu tomonmi? Bu tomon ekan, qo'zi. Davomi ajratilgan katta kichik qilib. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qo'zilar sizdanmi ekan? Qo'zilar Bo'ldi hozir. Akamdan. Aka, bu qancha bo'lyapti? Bahosi qancha qo'yildi? 5,5 million qo'yildi. 5,5. Bu qanchaga sotildi ekan? Mana 4 million 900 mana. 4 million 900. Aha, 4 million 900. Mana shu akalar ekan. Qo'y qayerda qo'y aka? Oybekda oldi. Qancha oldi? Davomi bormi ekan? Bor, davomi. Telefon nomer ildirib qo'ysangiz. 95. 95lik 321 321 32 95. 32 95. Ismingiz? Zayniddin. Zayniddin. Bu qo'zilarning bahosi qanday bo'lyapti endi? Kichik xil ekan. 38 dan qo'yayapmiz. 38 dan sotuv bo'lyaptimi bulardan? Sotyapmiz. 38 dan. Urg'och qo'zilar ham bormi ekan, yo'qmi? Urg'och qo'zilar sotuvda. Urg'ochisi ham ko'p. Telefon qilishsa, aloqaga chiqsa 38 37. Endi 36,5 dan bir joyga so'rayapti. 36,5 dan. Lekin yaxshi narx bo'libdi. Bitta yarim bo'lsa, labay. Chorva TVga. Aha. Chorva TVga. Shu kishimi? Ha. Mahmud aka qo'ylari. Aka, bu qo'zilarning bahosi qanday bo'lyapti? 3,5 dan mana qo'zilar. Kichkinalari 3,5 dan. Beraman. Sal betaman. Oybek raisni ham oling. Bu mana bu. Dorilar ichirilgan ekan-a? Dorilar ichirilgan. Mana kattalarni 5 dan beraman. Mana bu arashan, chista. Aka, bu qo'chqor qancha bo'ldi? Necha ekan? 9300 ekan. Endi kimni dedi qandayda? Ko'k bo'ladimi boshqami shunday? Ko'k bir bo'yash kerak. Arashanda o'g'lon shuni. Arashanmi ekan bu? Arashandan. Mana quloq. Buni bahosi qancha ekan? 6,5. Savdo bo'limi yo'qmi alohida? 47, 48, 4,5 shunday so'rayapti. Oddiy qo'zilar qatori savdo qilishga. Shunday ha. Buni hech kim arashan deb. Shunday. Hech kim arashan deb savdo qilmaganmi? Arashan bilan o'zimiz joydor ishlarichkini ayirib ololmasak. Ha. Bu kishiga telefon qilishsa sizga ham bemalol bog'lanishadimi yo? Ha, bo'ladi. Bo'ldi. Demak, bu kishi nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Urg'ochi qo'yamiz bitta yana. Farqi yo'q, nomer ayting o'zi. 99lik 109 109 8950. 8950. Ismingiz? Zokir Cho'bon. Zokir Chavog'on. Bo'ldi. Aloqaga chiqamiz nasib. Siz ismingizni aytib kelsa kim deydi sizni? Chorva T kanallarida Chorva T kanalidan Bo'ldi. Dastavka bo'ladi, Surxondaryo bo'ladi. Bo'ldi aka. Qaror shu qo'llar 38 dan bo'lsa beramiz qisqa boyga. 38 dan, Kattalarini, mana maydalari 34 dan bo'lsa. 34 dan kichkinalari, kattalari 38 dan. Ikkovi bir suruqniki. Bu sog'liqlardan bormi yo'qmi? 2 tish, 4 tish. Hozir bozorga kirmagan-a? Yo'q, bozor kelgani yo'q. Endi keladi. Bo'ldi, uni ham aloqaga chiqiladi. Akasi, bozorlaringiz bersin. Mayli. Hop. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Tish qanday ekan bularni? Chori panji. Chori panji. Qo'chqor qo'shilganmi yo'qmi? Yo'q, endi qo'shiladi. Endi qayerda qo'yay ekan? Bir nomer aytib yuborasizmi? Sinani qo'yay. Nomer 95lik 95lik 554 554 99 93. Ismingiz? Yahyo akaga mana nomerlarni chiqarib qo'yamiz. Sinani qo'yay ekan. Demak 4 tish 5 xullas chori panji nima degan ekan.
Yosh katta, lekin hali qo'chqor qo'shilmagan. Bemalol yana oluvchilar bo'lsa, aloqaga chiqilsa, akalarni o'zlari bilan bemalol narxlarni yana kelishib olinsa. Aka, buni bahosini qancha deyapsiz? 7 million deyapman. 7 milliondan baho qo'yilyapti. Yana telefon qilovchilar bo'lsa, aloqaga chiquvchilar bo'lsa, bemalol kelishtirib beriladi. Sanani qo'ygan. Aka, savdoyingiz bersin. Aha. Ismim Madamin, Chorva TV kanallar. Uka, bu qo'yilgan video olsam bo'ladimi? Savdosi qanday bo'lyapti? Savdosi bir joyda 67 dan. 67 dan. Tish qanday ekan? Chora qo'y. 4 tishda ekan, sog'liqlar. Qo'chqor qo'shilganmi, yo'qmi? Qo'chqor ketgan ekan. 7 milliondan bo'lsa oldim. Ega tomonidan oxirgi narx 7 milliondan baho berilgan, ya'ni sotuv uchun chora tishda. Chora tishda ekan 7 milliondan baho, bir joyga 6700 dan savdo bo'lgan, berilmagan. Savdoyingiz bersin uka. Chorva TV.